Diqqat, xushxabar! Musulmonlar uchun hozirgina e'lon qilindi. Rasman Qurbon hayitining sanasi ma'lum bo'ldi. Barcha fuqarolar tezda videoni o'tkazib yubormasdan xabardor bo'ling. Bugun e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Qurbon hayiti qachon nishonlanishi e'lon qilindi. Rasman Qurbon hayiti bayramining 2026-yildagi sanasi Qirg'izistonda rasman ma'lum qilindi. Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasi xabariga ko'ra, ushbu ulug' ayyom 27-may kuni nishonlanadi. Ma'lumki, Qurbon hayiti islom olamidagi eng muhim va muqaddas bayramlardan biri hisoblanadi. Uning sanasi hijriy oy tavqimi asosida belgilanadi va shu sababli har yili milodiy tavqimda o'zgarib boradi. Ushbu bayram haj ziyorati yakuniga to'g'ri keladi va musulmonlar uchun alohida ruhiy ahamiyat kasb etadi. Bayram kunlari odatda ibodatlar, xayr-saxovatlar, ya'ni shunday ishlar va ezgu amallar bilan o'tadi. Eng asosiy marosimlardan biri qurbonlik hisoblanadi va bu borada muhtojlarga yordam ko'rsatilib, mehr-oqibatni mustahkamlash targ'ib etiladi. Qirg'izistonda ushbu sana an'anaviy tarzda keng nishonlanadi. Odatda Qurbon hayiti kuni mamlakatda rasmiy dam olish kunlari sifatida e'lon qilinadi. Bu esa fuqarolarga oila davrasida bayram munosabati bilan dam olish, yaqinlar holidan xabar olish hamda savobli ishlarni amalga oshirish imkoniyati beriladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bayram nafaqat diniy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Hamjamiyat birliklari, saxovat va insonparvarlik qadriyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi, deyiladi xabarda.